o'zingiz bilan birga olib yurishga qulay ham. Bu apparatchani ustanovka qilib qo'yasan, bir joyga tuyqtadingmi, tortib yurasan, tuyib berib o'tiradi. 6 tonna 380 kilo. Ha, balon tushsuy tam qilgan yo'q. Podarkasiga elektrofurgon xarid qilgan mijozimiz uchun zaryadlash moslamalari bilan keltirib berganmiz. Mana bemalol uyga o'rnatilgan, ko'rishingiz mumkin. Aka, necha voltga ishlayapti bu? 220 mi? 220. Katta zaryad beryapti-da bu. Qarorchi, bu necha soatga to'layapti tog'a mashina? Bu bilan 6 soatga to'ladi. 6 soat. Bura ko'rsatadi. 10 soat deb o'zi tushib kelaveradi, zaryad berib boraveradi. Ha, xuddi telefonni ham zaryadga qo'yasiz, Ha. sekin to'layotgandek ko'rinadi, keyin tezlashib ketadi. Ha, tezlashadi-da, 6 o'ziga soatga. nima bo'lgandan. Yomon emas. Hozir pulga hisoblaganga 6 soatga necha so'mlik zaryad bilan to'ladi? Hozir ana 0 bilan qo'ysang, necha ming, hozir 40 necha ming bilan to'ladi-da. 45 minglar bilan to'ladi maksimum. Hozir qayerlargacha borib keldik? Hozir men Angrengacha borib keldim-da bu bilan. Ha. Angrengacha yo'llaga har 250 taga qo'yib ketaverdim-da, Dakansa. Dakansa o'chmasin uchun. O'zi Medlinni ana qarang, aytadingiz. Necha oy berilib, bir 3 oy berilib olganingizga deyman-ku. Ha, shu 2,5 oy, 3 oydan. Normalni o'yin qilmasdan, buni bodkash haydamasdan normalni haydasangiz. Normalni перевалlarga zo'r ekan tushishi. Ha. Tushganga zaryad beraveradi o'zi. Ha, o'zi 20% zaryadni qaytib ishlab chiqaradi deganda zavod. Yo'q, 20% emas, endi qanday tushishingga qaraydi-da. Masalan, hozir перевалga ko'tarishingga 103 amper bilan chiqsa, ha, pastga tushayotganga 84, 90 shuni berib tushadi. Ha, bo'ldi, tushundim. O'zi tormozlar o'zini o'zi tormozlayveradi-ku, zaryadga o'zi pasayib kelaveradi. 40-45. Ana o'zi qara 10 soat ko'rsatganda 9 soat 25 minutga tushdi. Ha, hozir boshida 10 soat ko'rsatganda 9,5 soatga tushdi. Xullas 6 soatga to'ladi. Ha, shu 6 soat, 7 soatga to'landi. Ochiqchasiga ana tavsiya qilasizmi yo'qmi? Hozirgi vaziyatga yetdi, misol uchun ana gaz, boshqa muammolar. Tavsiya, qulayligi, havo qancha qizisa, isib ketadi-ku, temperatura ko'targan sari probegi shuncha oshib boryapti-da. Masalan, hozir 310 ta ko'rsatyapti-da menga. Ha, yurishim 300 ta yuraverish kerak-ku. Ha, qancha havo sovib temperatura tushib kelaverdimi, probeg shu 240-250 ga tushib boraveradi. Ha, yaxshi. Necha tonnagacha yukladi? 6 tonnayu 380 kilo alma bo'sti, doppatalov. 1010 yashik. 6 tonna 380 kilo? Ha. Balon tushsuy tam qilgan yo'q. O'zi tortishiga ta'sir qilmadimi? Yo'q. Aziz mijozlar, mana ko'rib turganingizdek elektrofurgon egasidan o'z fikrlarini bo'lishdik. Siz ham qiziqayotgan bo'lsangiz, pastdagi raqamlarga murojaat qiling, yangi partiyadan quruq qolmang. Eng zo'r, eng aslonoviy buni o'zingiz bilan birga olib yursa bo'ladi. Xohlagan joyga zaryadga qo'yib ketaverasiz. Bemalol mana o'zingiz bilan birga olib yurishga qulay ham. Aziz do'stlar, kuzatishda davom eting. Eng so'nggi yangiliklar Road Star Trans kompaniyasida podpisatsiya bo'lib qo'yishni unutmang. Chunki Road Star Trans kompaniyasi bir necha yillik tajribalarni endi mijozlari bilan tez bo'lishda davom etadi. Road Star Trans sifatli, ishonchli va albatta samarali.